Muhammed Aleyhisselam'ның peygamber ekanligi qandaq isbatınız var? Tarixda hayatı yalğan sözlep bakmagan nurgun kişiler yaşap ötken. Muhammed Aleyhisselam'ның peygamber ekanligi qandaq isbatınız var? Biz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның hayata qarab bakadigan bolsak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ahirki hayatlarida nurgulluğan mal dünya, nurgulluğan ziminlarga erişken. Ama şuncha boylikqa erishgan bo'lsa-mu, hayotining oxirigacha qasr ichida emas, nihoyatda oddiy uylar ichida zohidlik bilan o'tgan. Agar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning o'zining davosidan boshqa, ya'ni islomdan iborat bu davosidan boshqa dunyoviy har qanday bir maqsadi bo'lgan bo'lsa-edi, erishgan u mol dunyosidan foydalangan, erishgan u ziminlardan foydalangan bo'ladi. Demak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning birdan-bir maqsadi Alloh taolo yuklagan vazifani yetkazish, ya'ni payg'ambarlikni yetkazishdan iborat. Ama tarixda shuncha boylikqa erishgan bo'lsa-mu, oddiy satda zohid o'tgan kishilarmi yo'q emas. Yani sizning boshqa dalillaringiz bormi? Bundan başqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның əxlaqıga, işençilik ekanligiga Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның dostları ve düşmanları şahit. Hayatında yalğan sözlep bakmagan bir insanның bundaq çoğ işlarda yalğan sözlüşünü insanның aqli qabul qilmaydi. Tarixda hayatında yalğan sözlep bakmagan nurgun kişiler yaşap ötken. Yani sizning boshqa dalillaringiz bormi? Bundan başqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның hayata qarab bakadigan bolsak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nəhayət qısqa vaqt ichida ijtimoiy jihatda buzuqchilikqa to'lgan, iddia, e'tiqod jihatda ozg'unlikqa petib ketgan bir millatni birlashtirib, Arab yarim orolining hammasini birlik keltirgan. Savadsız bir insonning shaxsiy iqtidoriga tayinib, buncha utuqlarni qo'lga keltirishi aql jihatda qabul qilmaydi. Tarixda çeşitli milletlerin birlikte keltirgan, nurgun ziminni egallagan, siyosiylar ve imparatorluklarını kurgan nurgun meşhur şahslar ötken. Mesela Çingiz Han, Atilla, Timurlarga o'xshash. Sizning boshqa dalillarınız bormi? Bundan başqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ilgir o'tgan peygamberler, ilgir o'tgan qavmlarning tarixlarining hammasini biladi. Savadsız, hech qanday ustoz tarbiyasi, maktab tarbiyasi ko'rmagan bir odamninki ilgirki peygamberlarning tarixlarini so'zlab berishi, albatta uning payg'ambar ekanligiga aqliy isbot bo'la oladi. Ammo ilgirki tarixlarni biladigan kishilar har davrda yashab o'tgan. Bundan başqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның sözleri qarab bakadigan bolsak, faqat bir sahada emas, hamma sahalardagi sözlerinin hammasi nihoyat hikmatga tuyulgan. Bir savadsız insanның hamma sahada bunchalik hikmatli gaplarni qoldirishi albatta uning payg'ambar ekanligiga, ya'ni aqliy jihatdan isbot bo'la oladi. Bundan başqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sözlerde hikmetga tuyungan turib, axloqiy jihati nihoyat yuksak axloqqa ega turib, qo'rqmas, shundaqla o'zining davosi uchun o'limni oldiga olalaydigan botirlikqa ega edi. Bu jihatdagi mukammallikmi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның haqiqiy payg'ambar ekanligiga aqliy jihatdan dalil bo'la oladi. Ammo tarixda o'zining ideyasi uchun kurash qilgan va bu yo'lda jonini fido qilgan, qurbonlik bergan nurg'un kishilar yashab o'tdi. To'g'ri. Ama sizden ben bir soru sorayım. Yukarı sifatlarının hammasi cug'langan bir odamni tarixdan ko'rsatib berasiz. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki hikmet ma'lum adamlarda azroq bo'lsa-da tepilishi mumkin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki siyosiylik yana boshqa bir odamlarda tepilishi mumkin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki qo'rqmaslik yana bir odam tepilishi mumkin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki zohidlik yana bir odamda tepilishi mumkin. Ammo bu sifatlarning hammasi xuddi Peygamberimizga o'xshash bir odamda jug'lashgan odamdan birini menga tarixda ko'rsatib berasiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hayata qarab bakadigan bolsak, qisqagina 23 yillik hayotida ijtimoiy jihatda buzilib ketgan, aqida e'tiqodda ozg'unlikqa petib ketgan bir millatni majburlab emas, o'z ixtiyorligi bilan u yomon illatlarni qo'l o'zdirib, ularni birlik keltirib, buyuk bir ummatning asosini sog'anligi. Uningdan boshqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның ilgirki payg'ambarlarning xabarini emas, bundan keyin yuz beradigan ishlarni xabar berganlik. Masalan, Peygamberimizning keyingi yaqinqi davrda Rumlarning g'alaba qilganligi va undan keyin bir qancha asrdan keldigan bugünkü İstanbul'un fethi qilinishidan iborat nurg'ulg'an g'aybiy xabarlarni berishi va payg'ambarimiz xabar bergan o xabarlarning xuddi payg'ambarimiz xabar bergandek yuz berishi Muhammed Aleyhisselam'ның haqiqiy Allohning payg'ambari ekanligidan boshqasiga yo'l qo'ygandir.